Xitoy taratqulardagi xabarlarga qaraganda, ishg'ol ostidagi Sharqi Turkiston Xitoy diktatori Shi Jinpingning birlikka kelgan milliy kimlik yaratish nishonini amalga oshirish uchun millatlararo birlashishga ilhom beradigan hukumat siyosatini yo'lga qo'ygan tunji rayon bo'lgan. Millatlarning o'zaro ta'sir ko'rsatishi, aloqalashishi va birlashishini ilgari surish nizomi deb atalgan bu nizomda aralash turalg'u, bosh tema so'rini va madaniyat bog'chisi shundoqla Xitoy madaniyatini gavdalantiradigan va Junxo millati qarishini ilgari suradigan tantarbiya va madaniyat faoliyatlari talab qilingan. Bu siyosat ko'zatuvchilar va tadqiqotchilarning andisini qo'zg'agan bo'lib, ular bu siyosatning maqsadi Uyg'ur va boshqa turk xalqlarining madaniyat kimligini texmi yo'qotish va ularni hukmronlik qilayotgan Xanzu madaniyatiga singdirish deb ko'rsatdi. Sharqi Turkistonning Uchturpan noyisida qoldiq yer tavrash davomlashayotgan bo'lib, Uchturpan noyisi bilan Oqchi noyisida yana qoldiq yer tavragan. Xitoy yer tavrashdan ma'lumot berish to'rining xabar qilishicha, 26 yanvar Urumchi vaqti soat 2 dan 1 minut o'tganda Uchturpan noyisida 5.6 bal yer tavragan. Tavrash markazi cho'nqurlig'ining 18 kilometr ekanligi aniqlangan. 26 yanvar Urumchi vaqti soat 7 dan 55 minut o'tganda Oqchi noyisida 4 bal yer tavragan. Tavrash markazi cho'nqurlig'ining 13 kilometr ekanligi aniqlangan. Xitoy har doimgidek yer tavrash keltirib chiqargan ziyonlarni yo'shirib kelmoqda. Yevropa İttifaqı komiteti chet el mablag'ini texmi qattiq kontrol qilib, Xitoy qatorliq raqiblarga iqtisod va texnikaning eqib ketishini nazorat qilish uchun yangi bir belgilama chiqarishni qaror qilgan bo'lib, bu jumladan Xitoyning iqtisodiy tahdidiga taqobil turishini maqsad qilgan. Reuters agentligi va Bloomberg agentligining xabariga qaraganda, aloqador tuzatish kirgizishda chet el mablag'ini tekshirish doirasi kengaytirilib, Yevropadagi chet el shirkatlarini o'z ichiga olgan barliq chet el mablag' silish turlarini o'z ichiga oladi ekan. Shuning bilan birga Yevropa ittifoqi harbiy va xalq texnikasining taraqqiyotiga mablag' bilan ta'minlaydi ekan. Prezident nomzodi bo'lgan Amerikaning sobiq prezidenti Donald Trump Xitoy haqida yangi planlarni tuzmoqda. Washington Posti gazetining bu planni biladigan 3 kishining so'zini naql keltirib xabar qilishicha, Donald Trump maslahatchilariga agar bu yilgi saylovda g'alaba qilsa, Xitoydan import qilinadigan barliq mahsulotlardan 60% tambojni beji elishni xohlaydiganligini aytgan. Egilinishcha, 2023-yili Xitoydagi cho'ng sanoat shirkatlarining foydasi oldingi yilga solishtirganda tuvallagan. Xitoy davlatlik statistika idorasining bayonotiga qaraganda, Xitoydagi sanoat shirkatlarining 2023-yildagi foydasi oldingi yilga solishtirganda 2.3% tuvallagan. Bu tuvallash 1-oydan 11-oygacha texmi ro'shan bo'lgan bo'lib, 4.4% bo'lgan. Amerika Markaziy qo'mondonlik organi Iordaniyaning Suriya chegarasidagi Amerika qarovulxonasining ushquchisiz aeroplan hujumiga uchirganligini, hujumda 3 Amerika askarining qazo qilganligini, kam deganda 25 askarning yaralanganligini xabar qildi. Amerika prezidenti Jo Bayden Eron qo'llagan qurolli tashkilotlarning Amerika bazasiga hujum qilganligini va ularning muvofiq vaqtda javobgarlikka tortilganligini aytdi.